Assalomu alaykum ham Allohning ismi bor. O'shaning uchun salomni ham o'zgartirmay to'liq belgilar deysizlar. Assalomu alaykum demasin kerak. Nima degani u? Boshida a bor. Yana bir-birimizga yozyapmiz. Salom alaykum deyapmizmi? Salom alaykummi? Nima g'alatiroq, boshqacharoq. Qanaqadir kamchiligi bor. Boshida a'si bor ajlar. Assalomu alaykum. Keyin salom berayotgan odamingizga sal eshittirib bildirib oling. Chunki u alik olmasa gunohkor bo'lib qoladi. Alik olmasa gunohkor bo'ladi. Salomni go'zal, dona-dona qilib berish kerak. Salom berishlik bu fazilat, bu katta savob amal. Islom salomi shu bilan. Salom deb qo'yapmiz bir-birimizga. Salom. Bu ham islom salomi emas, haqiqiy sunnat salom emas, Rasululloh o'rgatgan salom emas. Salom nima salom? Alaykani qo'yish kerak, alaykumni qo'yish kerak. Sizga degani o'sha. Alaykum degani sizga degan. Salom yaxshimisiz deb gap boshlab ketadi. Salom yaxshimisiz, ishlaringiz yaxshimi ketaveradi, SMSlar. Ha, qani salom bu? Salom bermadi bu. Assalomu qoblal kalamdi Rasululloh. Gapirishdan oldin albatta birinchi salom beringlar. Yana aytdilarki alayhissalom, bir inson sizga kelib salom bermasdan gap boshlasa eshitmanglar gaplarni dedilar. Qattiq gaplar bu. Oldin salom ber. Islomda, sunnatda, dinda bitta shiori bu ham salom berish. Salom deyapmiz-da, yaxshimisiz, uydalar yaxshimi, va hokazo. Assalomu alaykum deyish kerak bo'ladi.